Novza metro atrofidan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 5-kvartalda joylashgan bir xonalik uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganlaringiz uyimiz asosiy xonasi, o'zini spalnik, krevatlari, konditsioner, televizor. Uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatda joylashgan bo'lsa ham panjaralar bilan ta'mirlangan, romlar alishgan. Bu yerda stroying shkaflari ko'rib turganlaringdek. Glavniy eshikdan kirib kelish va bu yerda sanuzeli birgalikda bo'ladi. Uyimizning umumiy maydoni 30 metr kvadratdan iborat. Bu yerda oshxonamiz, ko'rib turganlaringdek, kuxniy garnitur, kirmoshni kerakli hamma mebel texnikalar ta'mirlangan. O'tirib ovqatlanishga ugalok stol stullari bilan. Balkonimiz 1.20 ga 3 bo'lgan balkonimizga ko'rib turganlaringdek xolodilnik, gaz plitalar bilan ta'mirlangan. Oynalar, romlar alishgan, panjaralar qo'yilgan. Uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 5-kvartal Hamza metrosigacha eski Novza metroga bor yo'g'i piyoda 3 daqiqalik masofada joylashgan, 200-300 metr masofada joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 55 ming AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.